Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Akalar mana hozir zakazlardagi futbolkalarni ko'rsatmoqchiman. Yaqin bir 20 mingdan ortiq futbolka 14 xil rangda bor. Buni sotuvga eksportga tayyor. Har qanday rangda. Mana bu rangimiz. Har bir rangda 6 xil razmerdan bor. 23.500 tami shunaqa futbolkamiz bor eksportga. Narxini kilolasizlar, gaplashaveramiz. Lekin aytilishi bu donasi 40 mingdan, optimga 35 mingdan, kilosi 210 mingdan. Bu aytilishi. Lekin agar sizlar optim olmoqchi bo'lsangizlar, bemalol kilolasizlar. Biz sizlarga narxini sizlar bob, biz bob kelishamiz. Hamma bob qilib beramiz narxini, sababi endi savdo siz ham foyda qilishingiz kerak, biz ham foyda qilishimiz kerak. Lekin qilayotgan savdomizda barakasi bo'lsa, inshaalloh barakasi bo'ladi. Xudo xolasa. Mana bulardan futbolkalarimizdan 23 mingdan oshiq futbolkalar hozir mana eksportga tayyor. Keyin mana pijamalarimiz bor, ayollar uchun pijama. Tepa pasti bu tayyor. Bu ham mana bu 5 mingdan ortiq. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar, kelaverasizlar. Narx-navosini gaplashaveramiz. Narxi agar optim olmoqchi bo'lsangizlar, sizlar mos qilib ham beramiz, biz kelishamiz, dogovor tuzamiz hammasini sotishga, sizlar olishga. Siz ham foyda ko'rasiz, biz ham foyda ko'ramiz inshaalloh. Bemalol kelib narxini biz bilan birga dogovorlashib, agar optimchi bo'lsangizlar, katta olmoqchi bo'lsangizlar yoki eksportga tayyor olmoqchi bo'lsangizlar, bemalol bizga kelib turib, bizdan mana ko'ryapsizlar buni. Kilosiga desangizlar, kilosiga, donasiga desangizlar, donasiga, optimga ham gaplashaveramiz. Kelib bemalol bizdan murojaat qilib, bizdan mana shu narsani olib ketaverasizlar. Mana futbolkalarimiz hali yana tayyorgarlikda. Hali yana bular tayyorlayapmiz futbolkalarni. Oq rang 14 xil rangda futbolkamiz bor. 14 xil rangda. Shuning uchun bemalol kelib biz bilan nima deydi? Oldindan dogovor qilib ketaverasizlar, sababi kecha tayyor bo'lgan futbolkalarimizdan 100 donadan olishdi. Samarqandga jo'natdik 100 donadan. Bu degani 1,5 mingta futbolka sotdik kecha. Bugun ham sotilgan futbolkalardan. Sababi chiqarishdan oldin, aytishdan oldin shuni aytib qo'yayki, tezroq uspet qilib olib qolishingizni, chunki hamma narxini bu og'zaki aytilish narxi. Bu haqiqiy narxi emas. Haqiqiy narxini kelasizlar, boshliqlar bilan dogovorlashasizlar. Sizlar bilan dogovor qilamiz va shu asosda chiqarib yuboramiz ham. Gaplashaveramiz. Sizga ham foyda bo'lsin, bizga ham foyda bo'lsin. Lekin hammasi nima deydi? Insof bilan chegarasi bo'lsin degandek. Insofing bor, barakang bor deydi-yu. Dallollik qilaman endi. Xullas, kelasizlar, ko'rasizlar, narxini gaplashamiz, olib ketaverasizlar. Mana shunday bizda 14 xil vid, har bittasidan 14 xil svetda, har bittasidan 6 xil razmerda chiqqan futbolkalarimiz uje sotuvga tayyor. Kelaverasizlar, olaverasizlar, barakani qilaverasizlar, savdoni qilaverasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, savdoyingizdan Alloh barakasini bersin.